So'nggi yillarda abituriyentlarning multi-level imtihonidan yiqilishiga sababchi bo'layotgan o'sha task 2, ya'ni essay yozish qobiliyati unchalik bo'lmasligi. Ko'plab abituriyentlar tayyorgarlik qilishadi, murakkab strukturalar yodlashadi, murakkab formulalar, murakkab qoliplar, murakkab so'zlar, ammo bularning barchasi yaxshi foyda bermaydi, chunki abituriyentlar faqat yodlashadi. O'sha yodlagan birikmalari, qiyin strukturalarni qayerda, qaysi holatda, qanday foydalanishni juda yaxshi bilishmaydi. Abituriyentlarning qilishi mumkin bo'lgan eng katta xatolardan ular avvalgi imtihonlarda tushgan essaylar yoki boshqa bir ekzamenerlar tomonidan yozilgan essaylarni o'qib tahlil qilmasligi, yangi so'zlar, ya'ni new words, vocabulary'ni ustida ishlamasligidir. Va o'zi kichkina matnlar tuzmaydi, ingliz tilida yozmaydi, o'zi essay yozishga harakat qilmaydi, faqat task 1 uchun tayyorgarlik qiladi, ammo eng asosiy katta ballni o'sha task 2 beradi. Mana bu yozilgan essayni esa birgalikda tahlil qilamiz. Bu essay B2 plus forumda levelda yozilgan. Bu social mediani foydali ham zararli tomonlarini aytib o'tadi. The impact of social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, social media degani. Nowadays, ya'ni hozirgi kunda, social media has become an important part of our daily lives. Ya'ni hozirgi kunda social media bizni hayotimizda, ya'ni kunlik hayotimizda juda ajralmas bir bo'lagiga aylanib bormoqda, demoqchi bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarni. Millions of people use platforms such as Instagram, Facebook and Telegram to communicate, share information and entertain themselves. Ya'ni millionlab odamlar Instagram, Facebook, Telegramga o'xshash platformalardan foydalanishadi, suhbatlashish uchun, ma'lumot tarqatish uchun, bir-birlarini hol-ahvolini bilib turish uchun degan ma'noda aytyapti. Although shunga qaramasdan, hattoki social media offers many benefits, ya'ni social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarni da bir nechta foydali jihatlari bor, lekin it also has some negative effects, ya'ni unda hatto bir nechta negativ, ya'ni salbiy tomonlar ham bor demoqchi bo'lyapti. Bu o'qib tahlil qilganimizda ko'plab essaylarda nowadays, although kabi so'zlarni ishlatishingiz mumkin. Bu body 1 ga keladigan bo'lsak, bu qismda siz social mediani foydali tomonlarini aytib o'tishingiz mumkin. Misol tariqasida on the one hand, ya'ni bir tomondan degani, buni barcha essaylarda foydalanishingiz mumkin. On the one hand, social media helps people stay connected with friends and family, even if they live far away. Ya'ni birinchidan ijtimoiy tarmoqlar odamlarga yordam beradi, ya'ni do'stlari va oilasi bilan aloqada bo'lib turish uchun, hattoki agarda ular uzoqda yashasalar ham, ya'ni uzoqda ishlashi mumkin. Shunday hollarda ham ijtimoiy tarmoqlar yordam beradi demoqchi. It also provides quick access to newest educational materials and useful information. Ya'ni u insonlarga yangiliklar haqida, ta'lim materiallari, misol uchun elektron kitob bo'lishi mumkin, onlayn darslar bo'lishi mumkin va useful information, ya'ni foydali ma'lumotlar berishi mumkin. Keyingi gapga o'tadigan bo'lsak, students can join online learning groups, improve their language skills and exchange ideas with others. Ya'ni talabalar onlayn guruhlarga qo'shilib o'qishi, o'zlarining til
qobiliyatini rivojlantirishi hamda o'z fikrlarini boshqalar bilan muhokama qilishi mumkin demoqchi bo'lyapti. Keyingi gap in addition. Ya'ni in addition qo'shimchasiga degani bu so'zni ham boshqa esselarda foydalanishingiz mumkin. In addition, many people use social media to promote their business and find new job opportunities. Ya'ni qo'shimchasiga odamlar undan foydalanishadi, что o'z biznesini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatish, biznesini rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini topish uchun dan foydalanishadi demoqchi bo'lyapti. Masalan, o'z ishini va yutuqlarini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatib, qandaydir motivatsiya berishi mumkin boshqa odamlarga. Keyingi gaplar ishtirok etgan bo'lakka o'tadigan bo'lsak, on the other hand, ya'ni bu so'zni ham boshqa esselardan foydalanishingiz mumkin, ya'ni boshqa bir tomondan olib qaraydigan bo'lsak degan ma'noni bildiradi. On the other hand, spending too much time on social media can lead to several problems. Boshqa tomondan ijtimoiy tarmoqlardan juda ko'p foydalanish bu bir nechta salbiy tomonlarga, ya'ni muammolarga olib kelishi mumkin deyapti. Some people become addicted to their phones and with valuable time scrolling through different platforms. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan juda ko'p foydalanish insonlarni chalg'itadi va qimmatli vaqtini behudaga sarflaydi demoqchi bo'lyapti. Moreover, ya'ni qo'shimchasiga, ya'ni in additionni aytalik sinonimi. Shunga qaramay, shuningdek, qo'shimchasiga degan ma'nolarni bildiradi. Moreover, false information can spread very quickly, causing confusion and misunderstanding. Ya'ni qo'shimchasiga yolg'on xabarlar tez tarqalishi mumkin va ya'ni insonlarni o'ziga ishonchini pasaytirishi mumkin. Misunderstanding, ya'ni tushunib bo'lmaydi ma'lumotlarni tarqatishi mumkin demoqchi bo'lyapti. Ya'ni bu yomon ma'lumotlarni tarqalishi insonlarni ong ostiga ta'sir qilishi mumkin. Social media may also have a negative impact on mental health because people often compare themselves with others and feel dissatisfied with their own lives. Mana bu so'zni men ham uncha yaxshi bilmas ekanman. Ya'ni bu yerda umumiy xulosa aytadigan bo'lsak, insonlar o'zlarini boshqalar bilan solishtirishiga olib kelishi mumkin hamda o'zlarini ruhiy nosog'lomlikka olib keladi degan ma'noni bildiryapti. Salbiy, ya'ni negativ tomonlarini aytib o'tyapti. Keyingi qismi esa in my opinion deyapti. Ya'ni essay o'zi aslida 5 ta bosqichda bo'ladi. Ya'ni introduction, kirish, body 1, ya'ni birinchi tomonning fikri, body 2, ikkinchi tomonning fikri, salbiy va ijobiy qismlar aytilgandan keyin o'zini fikrini, ya'ni in my opinion deyapti. Mening fikrimcha deyapti. In my opinion bu so'zni ham essaylarda ishlatishingiz mumkin. In my opinion, social media is a powerful tool if it is used wisely. Ya'ni mening fikrimcha ijtimoiy tarmoqlar kuchli, ya'ni yuzi foydali bo'lishi mumkin agar uni to'g'ri yo'lda foydalanilsa. People should limit their screen time, ya'ni odamlar o'zlarini vaqtlarini to'g'ri boshqarishi kerak. Verify the information they read and focus on creating meaningful relationship instead of seeking online popularity.
Ya'ni odamlar o'zlarini vaqtini behuda sarflamasligi, o'sha mashhur insonlarni yutuqlariga kamroq vaqt, shularni tomosha qilishga kamroq vaqt ajratib, o'zlarini ustida ishlashga, aytaylik, shu narsalarga e'tibor qaratishlari kerak deyapti. Keyingi, ya'ni in conclusion, ya'ni xulosa qismi, eng oxirida xulosa qismi bo'ladi. 2 yoki 3 gap yozishingiz kerak. In conclusion, xulosa qilib aytganda, social media has both advantages and disadvantages. Ya'ni xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqlarda ikkala, ya'ni foydali ham zararli tomonlari bor. The key is to use it responsibly so that it improves our lives instead of controlling them. Ya'ni eng muhimi ulardan to'g'ri yo'lda foydalanish kerak demoqchi. Ulardan to'g'ri yo'ldan foydalanish kerak. Shunda ular bizni boshqarmaydi, ya'ni bizni kontrol qilmaydi. Biz ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri yo'lda foydalanishsak foydali bo'ladi deb aytilyapti conclusionda.